Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Demak, bugungi mavzuyimiz Marvel Zombilar deb nomlangan animatsion multserial haqida bo'ladi. Bu videoda siz agarda deb nomlangan animatsion multserialning 5-qismidagi Marvel zombilari mavzusi haqida batafsilroq ma'lumotlarga ega bo'lishingiz mumkin. Demak, Marvel muxlislari qulayroq joylashib oling. Biz esa Marvel zombi olamiga birgalikda sayohat qilamiz. Marvel zombilar multserial haqida to'liq ma'lumotlarni aytsam, IMDb'da 7.2 ball oldi. Serial 24-sentyabrda Disney platformasi uchun namoyish etilgan. Serial ko'plab muxlislar tomonidan ma'qullandi va ikkinchi fasli chiqishi rejalashtirilgan. Birinchi faslning oxirida ikkinchi fasli chiqishi uchun belgi qoldirilgan. Aslida bu serial Agarda nomli multfilmdan 5-qismi uchun tanlangan edi, ammo ko'plab tomoshabinlarga yoqdi. Shundan keyin Marvel ijodkorlari Marvel Zombie deb multfilmni aynan zombilar bilan bog'liq o'sha olamni davomini chiqarishdi, ya'ni birinchi faslni. Serialda yangi qahramonlar qo'shildi. Serialning mazmuni omon qolgan qahramonlar dunyoni virusdan qutqarish uchun zombi qahramonlarga qarshi jang qilib omon qolishlari kerak edi. Mani fikrim, serial ajoyib va qiziqarli chiqqan. Hozir serialning qisqa treylerini qo'yib beraman va voqealar ketma-ketligini aytib beraman. Kanalimizga obuna bo'ling. Eng zo'rlari hali oldinda. Qasoskorlarning hammasi o'ldi va ular yana biz uchun qaytib kelishdi. Yaxshi, bizni qutqaradigan dunyo bor. Nemor. Jin ursin. Ey Xudoyim. Wow, siz shunday qila olarkansiz. Qoyil. Agar serialni hech qanday spoilerlarsiz o'zib ko'raman desangiz, Agarda multserialni birinchi faslini 5-qismini ko'ring va undan keyin Marvel zombi serialini ko'ring. Shunda voqealar ketma-ketligini bilasiz. Voqealar rivoji qasoskorlar 3dan boshlanadi. Bruce Banner yerga Hendel tomonidan keladi. Bruce portal orqali Doctor Strange'ning ehromiga tushadi va qasoskorlarni ogohlantirmoqchi bo'lganda, shaharda hech kimni topolmaydi va ularni qidirishga tushadi. Bu vaqtda Thanosning laychalari toshlarni olishga yerga keladi. Bruce xalqqa aylanmoqchi bo'ladi, ammo aylana olmaydi. Shu paytda qasoskorlar keladi va ularni o'ldiradi. Ammo qasoskorlarning jang qilish biroz g'alati va Thanosning laychalarini tishlab tashlaydi. Bruce bu o'tgan voqealarni tushunmaydi va hayron qoladi. Tony Stark, Wong, Doctor Strange kasallangan va zombiga aylangan bo'ladi. Ular Thanosning laychalariga virusni yuqtiradi va Bruce'ni ham kasallamoqchi bo'ladi. Ammo shu paytda Doctor Strange'ning yopinchig'i ularni chalg'itib turadi. Bruce qochishga urinadi, lekin zombilar o'z qobiliyatlarini ishlatib uni o'ldirmoqchi bo'ladi. O'sha paytda yordamga Ara keladi va barcha zombilarni o'ldiradi. Bruce nimalar bo'layotganini tushunmay qotib qoladi. Ara Tony Starkning kallasi yotib uni o'ldiradi. Bruce Aradan nimalar bo'layotganini so'ramoqchi bo'lganda o'rgimchak odam uni olib ketib qoladi. Shunda kuzatuvchi bizga bo'lgan voqealarni aytib beradi. Bu olamda Hank umr yo'ldoshini kvant olamidan qidirib topadi, ammo u kvant virusiga chalingan bo'ladi va Hankni tishlab virusni yuqtiradi. Uni qizi Ara nimalar bo'layotganini bilmay otasini yerga qaytaradi, ammo otasi zombiga aylanib skotga tashlanadi. Shu bilan virus butun dunyoga tarqab ketadi. Qasoskorlar zombilarga qarshi jang qiladi, ammo ularni ham kuchi yetmaydi. Kapitan Amerika, Temir odam, Natasha va Clint zombiga aylanadi. Hozirgi vaqtda o'rgimchak odam Bruce Banner
Bennerga qanday qilib omon qolish yo'llarini o'rgatadi. Hozirgi vaqtda tirik qolganlar O'rgimchak odam, Qish askari, Kurt ismli odam, Happy Hogan, Sharon Carter, Okaya, Bruce bo'lib, ular Qalqon tashkilotining maxfiy bazasiga vaksina topish maqsadida borishadi, ammo yo'lda zombiga aylangan lochin Seulsiga duch kelishadi. Bu vaqtda Happy Hogan Sharon Carter bilan jamoadan ajralib vaziyatni o'rganadi. Ammo zombiga aylangan lochin ko'z Clint Barton Happy'ni yaralab zombiga aylantiradi. Sharon Carter bu vaziyatda nimalar bo'layotganini tushunmaydi, lekin Clint unga ham o'q uzadi va zombiga aylangan lochin bilan jamoaga hujum qilishadi. Happy ham zombiga aylanadi va tiriklar va o'liklar o'rtasida jang boshlanadi. Zombilar borgan sari ko'payadi, qasoskorlar chekinishga majbur bo'ladi. Okaya zombiga aylangan lochinni o'ldiradi va ular ketishadi. Ammo ular chiqqan metroni tomida kimdir yurgan bo'ladi. Bu zombiga aylangan Kapitan Amerika bo'lib chiqadi. Kep Sharon Carterni zombiga aylantiradi. Sharonning ovozini eshitgan qishki askar o'sha vagonga yetib keladi. Qishki askar o'zini do'sti Kep bilan jang qiladi va uni yutadi. Kapitan Amerikani o'z qalqoni bilan ikkiga bo'lib yuboradi. Bu vaziyatda Ara yordamga keladi. Sharon unga tashlanadi. Ara o'z qobiliyatini ishlatib uni o'ldiradi, ammo o'zi ham zararlanadi. Boshqalar ham shovqinni eshitib o'sha vagonga yetib kelishadi. Ara zombiga aylanishidan oldin hamma bilan xayrlashib oladi. Ular qalqonning maxfiy bazasiga yetib kelishadi, ammo atrofi to'la zombilarga o'ralgan bu joyga qanday kirishni bilmayotgan paytda Ara oxirgi marta yaxshilik qilib qolay deb o'zini kattalashtirib ularni o'tkazib yuboradi va o'zi halok bo'ladi. Darvoza buzildi, lekin zombilar darvozadan o'tmayapti. Qasoskorlar bunga hayron bo'lmoqda. Qasoskorlar maxfiy bazaga yetib kelishadi va u yerda Vision'ni uchratishadi. Vision aql toshi orqali zombilarni boshqarayotgan ekan. Qasoskorlar Vision bu yerda nima qilayotganini so'raydi. Vision tajribalar orqali zombilarni insonga aylantirishni xohlaydi va tajribalar orqali Scottning faqat kallasini omon qoldirganini ko'rsatadi. Qasoskorlar Visiondan boshqa zombilarni ham odamga aylantirishni so'raydi. Vision faqat bitta yo'l bilan ularni odamga aylantirish mumkinligini aytadi. Vision barcha cheksizlik toshlarini topib, ularni birlashtirib, barcha zombilar odamga qaytishini niyat qilib, bitta chertishni aytadi. Qasoskorlar Visiondan cheksizlik toshlari qayerda ekanligini so'raydi. Ular Vakandaga borishingiz kerak deydi. Qish askari bu yerda nimadir bo'layotganidan shubhalanadi va tekshiradi. U yerda zombiga aylangan Vannani ko'radi va o'q uzadi. Ammo Vanna qafasda edi va unga hech narsa qilmaydi. Qishki askar qora qoplonni topadi. U qora qoplon Vision mani Vandan ovqat sifatida foydalanayotganligini aytadi. Vanda uni ovqati ketib qolganidan g'azablanib qafasdan chiqadi. Qishki askar Vision xoinligini aytadi. Vision Vandani o'ldira olmaganini aytadi va aybini tan oladi, ammo bekor uni uyg'otdingiz deydi. Qasoskorlar zombi Vandaga qarshi jang qiladi. Jang paytida Kurt Vanda tomonidan o'ldiriladi. Vision xatosini tan olib qasoskorlarga yordam berib ularni ketkizishga harakat qiladi. Vision aql toshi yordamida harbiy bazani ichidan teshik ochadi va qasoskorlar o'sha teshikdan chiqib ketadi. Qasoskorlar chiqib ketayotgan paytda zombi Vanda Okayani sehri yordamida ushlab oladi va o'ziga tortib ketadi. Vision bazani yo'q qiladi. Vanda buzilgan harbiy bazani ichida qolib ketadi, toshlar orasida. Vision o'zini o'ldiradi va aql toshini qasoskorlarga beradi. Chegarada turgan zombilar birin-ketin kelishni boshlaydi. Qasoskorlar aql toshini oladi va ketishni boshlaydi. Vanda toshlar orasidan chiqib keladi va o'lgan Visionni ko'rib jahli chiqadi va qasoskorlar bilan jiddiy jang qiladi. Qishki askar ketinglar, men o'zim uni chalg'itaman deb vaqtni cho'zishga harakat qiladi. Ammo uni harakati yordam bermaydi va yordamga Hulk keladi. Shunda Vakandaga o'rgimchak qora qoplon Scottga ketadi. Bruce Banner Hulkka aylanib zombi Vanda bilan jang qiladi, zombilarning orasida qolib ketib. Tirik qolgan qasoskorlar samolyotda uchib ketayotganda Arini ko'rib qoladi. Ari kattaligidan samolyotda ushlab oladi, ammo samolyotda tichali tez yurganligi uchun Ari kuchi yetmaydi va samolyotni qo'yib oladi. Omon qolgan qasoskorlar va nihoyat Vakandaga yetib kelishadi, ammo ularni u yerda juda jiddiy xavf kutmoqda edi. Zombiga aylangan vakandaliklar va qo'llarida cheksizlik toshlari bo'lgan zombiga aylangan Thanos ularni kutib olmoqda. Marvel zombilar. New York. Tirik qolganlar deyarli qolmadi. Xarobaga aylangan kimsasiz shaharda bizning yangi qahramonlarimiz oziq-ovqat izlash bilan band. Yangi qahramonlar tarkibiga temir yurak, Miss Marvel, kamonchi ayol kiradi. Ular oziq-ovqat qidirayotgan paytda Qalqon tashkiloti tomonidan uchirilgan samolyot shaharga borib qulaydi. Qahramon qizlar u tomon boradi. Qizlar samolyot ichida tirik qolganlarni qutqarish maqsadida u tomon borishadi. Samolyot ichidagi uchuvchi virusdan o'lgan edi. Temir yurak uni tekshiradi. Uni ichidagi qandaydir maxfiy fleshka borligini aytadi. Miss Marvel fleshkani oladi. Qizlar ketmoqchi bo'lganda zombi lochin ko'z temir yurak tuzatgan temir odam kiyimini o'q otib ishdan chiqaradi. Kamonchi qiz o'qni kim qayerdan otayotganini aniqlashga harakat qiladi. Lochin ko'z unga ham o'q otadi, ammo tegmaydi. Miss Marvel himoya sehrini ishlatadi va ular qochishga urinadi.
Yosh qasoskorlar fleshkani o'rganib nima ekanligini aniqlaydi. Bu fleshka aslida kichraytirilgan kosmik sayyoralar orqali aloqa stansiyasi edi. Yosh qasoskorlar buni koinotga chiqib kattalashtirib, boshqa sayyoralardan virusga qarshi davo topish maqsadida reja tuzishadi. Zombi Vandani yordamchisi Zombi Okaya Lochin zombida nimalar bo'lganini aniqlaydi va yosh qasoskorlar orqasidan ularni o'ldirish uchun boradi. Bu vaqtda qizlar Qalqon bazasiga borib, kosmik stansiyani qanday ishlatish kerakligini bilish uchun yo'lga chiqadi. Ular yo'lda zombi kapitan Marvel va Ikaris jangiga guvoh bo'ladi, ammo kamochi qiz Ikarisga yordam berish maqsadida o'qiga katta baho beradi va zombi Marvelga o'q otadi, ammo u o'lmaydi va o'zini o'ldiradi. Buni ko'rgan Miss Marvel g'azablanib, u ham zombi Marvelga qarshi sehrini ishlatib uni o'ldirmoqchi bo'ladi, ammo u juda kuchli edi. Temir yurak Miss Marvelni himoya qilib, uni qutqarib, zombi Marvelni chalg'itadi va temir kostyumga Miss Marvelni qutqarib bu yerdan olib ketishni buyuradi. Ammo o'zi u yerda qolib ketadi. Temir kostyum Miss Marvelni xavfsiz hududga olib borib, o'zi temir yurak oldiga ketadi. Oy ritsari Miss Marvelni o'zi bilan olib ketadi. Miss Marvel yerni qutqarish uchun menga yordam ber. Qalqon bazasiga borish kerak deydi. Oy ritsari va Miss Marvel birgalikda u yerga ketishadi. Ular bazaga borganda atrofi to'la zombilar bilan o'ralgan edi. Buni ko'rgan Melena Aleksey Yelena bazadan chiqib keladi va Melena zombilarni boshqarib yo'l ochadi. Ular suhbatlashib yerni qutqarish uchun birlashadi. Ammo bu vaqtda Okaya va zombilar armiyasi yetib keladi. Ular o'rtasida jang boshlanadi. Bazani himoya qilayotgan qora bevalar arvoh zombi tomonidan o'ldiriladi. Oy ritsari arvoh zombilarni o'ldiradi, ammo zombilar ko'payib ketadi. Boshqalar qochishga urinadi, ammo Melena zombilarni chalg'itaman deb o'zi halok bo'ladi va birinchi qism tugaydi. Marvel zombilari ikkinchi qism Shang-Chi hayoti bilan boshlanadi. Virus yo'qib tartibsizliklar bo'layotgan vaqt ko'rsatiladi. Hank Pym bazasi tarafdan odamlar kattalashib qolmoqda. Zombilar ham kattalashib, shahar vayron bo'lmoqda. Shang-Chi va uning qiz do'sti qochishga va omon qolishga harakat qiladi. Shunda 10 uzuk tashkiloti yetib keladi. Mandarin, ya'ni Shang-Chining otasi Venwu yetib keladi. O'g'lini qutqaraman deb afsuski o'zi halok bo'ladi va uzuklarni unga qoldiradi. Keyin hozirgi vaqt ko'rsatiladi. Shang-Chi 10 uzuk tashkilotiga rahbarlik qilmoqda. Ular Baron Zemo bilan kelishuv qilgan edi. Oziq-ovqat olib kelish evaziga boshpana va xavfsizlik. Shang-Chi va uning guruhi Miss Marvel va uning guruhi bilan tanishib qoladi. Baron Zemo suv osti qamoqxonasiga egalik qilmoqda edi. Miss Marvel va uning guruhi suv orqali Yevropaga borishi va Wakandaga borib, samolyot orqali koinotga chiqishi kerak edi. Shang-Chi va uning guruhi ovqatlanishga boradi va u yerda Miss Marvel bilan gaplashib, uning maqsadi haqida bilib oladi va ularga yordam berishini aytadi. Bu vaqtda Okaya hali bizdan qochib qutula olmaysizlar deb g'azab bilan sohilni bir chetida turadi. Keyin suvda noma'lum harakat aniqlanadi. Baron Zemo Miss Marvel va uning guruhini suv osti maxluqlarga chiqarib yuboradi. Miss Marvel sehr orqali gumbaz hosil qilib jamoani himoya qiladi. Nemir ularga hujum qiladi, ammo gumbaz kuchli himoyalangan edi va kuch bilan kemaga yana qaytib kiradi. Baron Zemo va Miss Marvel guruhi o'rtasida jang boshlanadi. Ularga Shang-Chi guruhi qo'shiladi. Nemir ham yetib keladi. Baron Zemo Nemirni qamab qo'yadi. Tirik qolganlar kemadan birin-ketin ketishni boshlashadi. Miss Marvel va Shang-Chi guruhi birlashib qochishadi va Baron Zemoni topib qanday ketish mumkinligini haqida so'rashadi. Baron Zemo kichik kema bor, ammo kemani ishga tushirish uchun kimdir qolish kerak deydi. Ular kichik kemaga chiqishadi, ammo asosiy kema orqali kichik kemani ketkazish kerak edi. Yelena bu vazifani o'zini qurbon qilgan holda tanlaydi. Ular qochib ketishadi. Asosiy suv osti kemasi vayron bo'ladi. Shu bilan birga Yelena ham halok bo'ladi. Ikkinchi qism tugaydi. 3 va 4 qismda qanday voqealar yuz beradi? Qasoskorlar cheksizlik toshlari bor zombi Thanosga qarshi kurasha oladimi? Qasoskorlardan kimlar halok bo'ladi va kimlar tirik qolarkan? Thor Bunker ham Thanosni o'ldira olarmikin? Miss Marvel va tirik qolganlar qayerga borishdi va Wakandaga qanday borisharkan? Va eng muhimi oxirgi qism qanday bo'larkan? Tiriklar yoki o'liklar kim g'olib bo'ladi? Bularni barchasini bilishni yoki ko'rishni xohlasangiz, shu videoga bor yo'g'i bitta like bosib qo'ying. Agar shu video 30 ta like yig'sa, men Marvel zombilarning 3 va 4 qismlarini qisqa video tahlilini chiqaraman. Yoki Telegram kanalga barcha qismlarini tashab qo'yaman. Albatta kunlik yangiliklar aynan Telegram kanalda. Obuna bo'lish sizdan, qiziqarli yangiliklar taqdim etish bizdan. Sunnat Studios kanali eng zo'rlari hali oldinda.